Boshlang'ich $1000 bilan mana shu 2024-yilda ishlab chiqarilgan laboyimiz halollansa savdoga berilyapti. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ysangiz chiqmasin. Holatini aytaman. Rosa zo'r ekan akalar. Hech qanaqa ish yo'q. Ballonlari yaxshi. Bor yo'g'i 24 ming atrofida yurgan ekan akalar. Xudo xolasa. Apshipkalar yaxshi holatda. Xo'p. Mana 24 ming atrofida yurgan. Chexollari yomon emas. Bitta shu bari qopqog'ini olib olsa, xudo xolasa bo'ldi. Qolgan rasxoti yo'q akalar. Hamma narsasi bor. Tayyor holat. Hozir bittasi keladi, yoki avtomat bo'lsa olardim yoki kondisioner bo'lsa olardim deb bittasi keladi hozir. Mashina faqat Toshkent viloyatiga beriladi. Boshlang'ich $1000 bilan keladi. Orqalarida bor, mana ko'rib turgan bo'lsanglar, gazlarigacha bor, top-toza. Xullas, hech qanaqa ish yo'q, okey. Ya'ni nima deydi? Boshlang'ich $1000 bilan ko'ndirish o'zi bo'lgan yo'qlar. Bozorga tushsanglar kamida 2,5 ming olishar mashina mashinalar. Boshiga $1000 berasiz, sal ko'proq bersiz, oylik to'lov kamayadi. Kamroq bersiz endi $1000 minimallik xullas akalar. Boshlang'ich to'lov $1000 berasiz, oylik to'lov keladigan bo'lsa 24 oyga $400 dan tushyapti akalar. Xullas, tegadegilar nomerlarni yozib qoldirdim, aloqaga chiqib baraka qilinglar akalar.